Bemorimiz Asad birinchi bizga kelgan kuni edi. Assalomu alaykum. Holatlari yaxshi emas edi, gijja chiqqan edi, bezovtachiliklari ko'p edi. Bugun mana oxirgi kunimiz, juda natijalari yaxshi. Bemorda o'zgarishlar ko'p. O'zi bilan ham gaplashsak bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun necha 10-kuni. Nihoyat bugun oxiriga yetdi. Ahvolim boshidan ancha yaxshilandi. Hozir tuzaldim desa ham bo'ladi. Bu yoqda men faqat o'yladim, kichkinalarga qarashatsam, kattalarga ham qarashar ekan, vzroslilar ham bor ekan, bemalol kelsanglar bo'ladi. Maslahat berib qolardim, energetiklarni, gazli ichimliklarni, chalib pishgan mahsulotlarni yeb ichmasligini, shirinliklarni ham me'yorida qabul qilishlarini aytib qolardim. Iloji bo'lsa, o'sha gigiyenaga amal qilib, yonidan antiseptik olib yursanglar, shu narsalar boshiga tushmaydi. O'zi hozir yaxshi his qilyapsizmi? Ahvolim ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Qichishlar, bezovtachiliklar, uyqular yaxshilandi. Ishlar ancha ketdi, bezovtachilik ham qoldi, ishlar ochildi, toshmalar toshgandi yuzlariga, hozir toshmalar ham ancha yo'q bo'lib, ahvolim yaxshilandi. Rahmat, xo'p, sog' bo'ling.